Nolon VIP hozirgina muhtaram prezidentimiz shu golf karga o'tirib Al-Buxoriyni ziyorat qildilar. Bismillah. Biz ham o'tirib ko'raylik. Nasib qilsa. Gap yo'q, zo'ra. Minorasini balandligi 74 metr. Masjidning ichiga 10 mingta odam sig'adi. Buni qurib bitkazishga 5 yil vaqt ketdi. Mana o'sha Imom Al-Buxoriy davrlaridagi tarixiy chinorlar 6 asrga teng. Imom Al-Buxoriy shu chinorlarning tagida jon bergan ekanlar. Imom Al-Buxoriyni qabrlariga keldik. Rasa chiroyli joylar bo'pti. Kelib ziyorat qilishingizga arziydi. Maza qildi odam. Bu videoni yaqinlaringizga